Yuragi baquvvat uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklifni bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi-ku akalar. Qibray tumani Mayskiy svetofor bormi? Xuddi shu svetofordan 150 metr kirib kelganda katta yo'ldan taxminan 50 metr, 100 metr atrofida kirib kelamiz. Umumiy 2 sotix yer maydoniga joylashgan 4 xonali sifat bilan qurilgan uchastka srochni sotiladi. Полностью pishgan bo'lgan. Batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Siz ungacha shu videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'chasini ko'ryapsizlarmi? Fayzli, tinch mahalla, tupikda joylashgan, ikkita yonma-yon qurilgan. Ikki atrofni ko'radigan bo'lsak, kirishga ikkita mashina bemalol sig'adi. O'rtada katta zeleniy zona joylashgan. Bu yerda uchastkamizni fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar-da, akalar. Полностью pishgan bo'lgan, tomlari yopilgan, sifat bilan qurilgan uchastka. Полностью teplый pol bo'lgan 4 xona botdi. Bu yerda alohida katta zal, mehmonxonani ko'radigan bo'lsak, asosiy binoga kirishda o'ng qo'lda ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Va bitta oilaviy dam olish xonasi joylashgan bo'lsa, alohida umumiy sanuzolni ko'rishimiz mumkin. Bitta bolalar yotoqxonasi va bitta kattalar uchun родительский spalniy xonasi ham joylashgan bo'ladi. Yuragi baquvvat sifat bilan qurilgan uchastka qidirganlar uchun bundan ortiq taklif bo'lmasa kerak, akalar. Narxini aytib o'taman. Egalari $77 ming so'rashyaptilar. Albatta, naqd pul bilan kelsanglar, kelishiladigan joylar bor. Pastda egalar nomeri